İsmingiz nima edi? Elnora. Sizni din haqida gapirishga huquqingiz bormi? Yo'q, ha? Demak, joyiz egallab oling. Marhamat. Men yonimdagi bu dugonam yurist bo'ladi. Yurist Muhiddinova. Marhamat qilib joyiz egallab oling. Birisi tushkunlikda bo'lsa qilmang. Chunki siz qanaqa sizda yangida bo'lsangiz, bunga xuddi shu holatni berib qo'yasiz. Kechirasiz. Ismingiz nima edi? Elnora. Sizni din haqida gapirishga huquqingiz bormi? Yo'q, ha? Demak, joyiz egallab oling. Marhamat. Men yonimdagi bu dugonam yurist bo'ladi. Yurist Muhiddinova. Marhamat qilib joyiz egallab oling. Shuncha ayollarni bir joyga yig'ib din haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishga sizning haqqingiz yo'q. O'tiring joyizga, agar iloji bo'lsa, nima? Va bu narsani iloji bo'lsa yopib oling. Bu avvalambor bu narsani gapirmagan bo'lardim, lekin Alloh taolo har birimizga alohida umr beradi va bu mas'uliyatdan, ya'ni meni Instagramda podpисчиklarim 2.300.000 dan oshiq va bu yerda shuncha ayollar yig'ilgani munosabati bilan bu narsaga shunchaki bir musulmon sifatida qarshi shunchaki qarab tura olmayman. Birinchidan, avvalambor ismim Sharifah Feruza Normatova va men ayni damda Tushkunlikda bo'lsa qilmang. Chunki siz qanaqa sizda yangida bo'lsangiz, bunga xuddi shu holatni berib qo'yasiz. Kechirasiz. Ismingiz nima edi? Elnora. Sizni din haqida gapirishga huquqingiz bormi? Yo'q, ha? Demak, joyiz egallab oling. Marhamat. Men yonimdagi bu dugonam yurist bo'ladi. Yurist Muhiddinova. Marhamat qilib joyiz egallab oling. Shuncha ayollarni bir joyga yig'ib din haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishga sizning haqqingiz yo'q. O'tiring joyizga, agar iloji bo'lsa, nima? Va bu narsani iloji bo'lsa yopib oling. Bu avvalambor bu narsani gapirmagan bo'lardim, lekin Alloh taolo har birimizga alohida umr beradi va bu mas'uliyatdan, ya'ni meni Instagramda podpисчиklarim 2.300.000 dan oshiq va bu yerda shuncha ayollar yig'ilgani munosabati bilan bu narsaga shunchaki bir musulmon sifatida qarshi shunchaki qarab tura olmayman. Birinchidan, avvalambor ismim Sharifah Feruza Normatova va men ayni damda 36 yoshdaman. Shu kungacha Alloh taolodan nima so'ragan bo'lsam, ortig'i bilan bergan va hech qanaqa orzular xaritasidan foydalanmaganman. Va aytishim kerakki, 35 yoshimda men haj amalini musulmonlar uchun farz bo'lgan 5 ta farz ichidan eng mukammalini, eng qiyinini turmushga chiqmagan holatimda ota-onam bilan birgalikda amalga oshirdim. Buni hattoki umr davomida uncha-muncha insonlar amalga oshira olmaydi. Va bilasiz, doim professional psixologlardan tashqari boshqa psixologlarga Instagramda ham boshqa joyda ham qarshi bo'lib kelganman. Agar bunday niyatlar, bunaqa nima deydi, maqsadlaringiz bo'lsa, iloji bo'lsa boshqa joyda amalga oshiring. Va bugun banki aslida bu banki nil banki deb hisoblanadi. Sizlarga ibrat tariqasida mana shu narsaga, mana shu joy uchun bitta hikoyani sizlarga aytib o'taman. Bir olim inson bo'lgan ekan. Olim inson bo'lgan ekan, rahmat katta. Olim inson bo'lgan ekan. Men hozir bu yoqda vedущийman. To'g'ri, sizni tadbiringiz. Men bu yerga vedущий sifatida, boshlovchi sifatida taklif etilganman. Aynan qonunda kela qoling, nechinchi modda edi? Diniy ma'lumot tarqatishga hech kimning haqqi yo'q. Va o'ylaymanki, bunaqa ma'lumotlarni boshqa joyda tarqatsangiz to'g'ri bo'ladi. Ayollarni ongini zaharlashga yoki hali tasdiqlanmagan, hujjatlanmagan ma'lumotlar bilan bunaqa zaharlashga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Faqat Allohga ishoning. Biz uchun berilgan namoz bor, ibodatlar bor. Allohdan to'g'ri so'rang. Xohlagan joyingizda mana shu yerda o'tirib ham so'rang. Albatta amalga oshadi. Agar niyatlar to'g'ri bo'lsa, jiddiy bo'lsa. Albatta ota-onangiz hayot bo'lsalar, ulardan so'rang. Ulardan duolar so'rang. Ularning duolari yashin tezligida ibodat bo'ladi. Biz uchun berilgan tahajjudlar bor, namozlar bor. O'ylaymanki, ortiqcha narsalarga hojat yo'q. Albatta shu yerda xizmatimni, vazifamni tugataman. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bundan buyog'iga nima gaplar gapirasiz, bemalol gapiravering. Men bo'lmagan davralarda bemalol xohlagan gapingizni gapiravering. Ishonib menga ushbu tadbirni topshirganingiz uchun kattakon rahmat. O'ziga vazifamni bajardim. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin va hech qachon shaytonning laynini har xil fitnalarga ishonmasdan to'g'ri yo'limizda hayotimizni chiroyli yashashni nasib etsin, xotimamizni go'zal qilsin, oxiratda savol javoblarimizni yengil qilsin va bizga jannatlarni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.